Chorva shqo'zlari mana akalar. Yemimiz tayyor bo'ldi mana. Mana jonivorlar maza qilib bitsa, shunaqa qilib beringlar mana. Hammasidan bor ichida. Aralash. 6 xil yemimiz tayyor bo'ldi. 8 kilodan bersalang, o'sha 1,5 tonnalik mollar ham 40-45 tadan sut yeyveradi o'shanda. Bemalol. Chorva shqo'zlari. Qiziqqanlarga shunaqa mollar ham bor. O'zimizda aloqaga chiqib ko'rasizlar. Nomerlarimiz 91lik 125 40 40. Ichkarida mollar bor, ko'rsatib beraman. Hozir. Mana shunaqa yem beringlar. Chorvaga. Qancha uchun kasal ham bo'lmaydi, etdan ham tushmaydi. Chorva shqo'zlari. Mollar tonnaliklari bor o'zimizda. Gigantlaridan bor. Farg'ona viloyat Ma'lum shahrida 40 ta 45 tadan sut beradigan sementallar bor. Tonnali. Qiziqqanlarga aloqaga chiqaverasizlar o'zimizga. Zo'r o'zimizda bo'ladi. Endi qaraladi xudo xolisa. Tonnali variantlari. Kallalarni qaranglar, tuxum boshlari sementallar. 40 ta 45 ta sutga yaqin bo'g'ozlar bular. Jonivorlar. Qaranglar. Tug'adi bular. 20 kun ichida hammasi tug'adi. Nomerlarimiz 91lik 664 20 20 ham bor. Aloqaga chiqaverasizlar. Gigant mollar o'zimizda bittadan like bosib berasizlar.